Telefon qurilmamizda zararli ilova mavjud yoki mavjud emasligini tekshirish maqsadida biz telefon qurilmamizdan Настройки bo'limiga o'tamiz. Настройки bo'limidan Приложение bo'limiga o'tamiz. Bu yerda telefon qurilmamizda o'rnatilgan barcha ilovalar ko'rinadi. Bu yerda biz yuqori o'ng burchakda turgan ushbu nuqtani bosamiz. Qo'shimcha funksiyalar ko'rinadi bu yerda. Dispetcher razрешениyaga o'tamiz. Dispetcher razрешение bo'limidan SMS bo'limiga o'tamiz. Demak, bu yerda ilovalar SMS orqali qaysi ilovalarga ruxsat berganimiz ko'rinadi. Bu yerda сообщение, telefon, Google Play va Video MP4 nomli ilovalarga ruxsat berganmiz. Bu ilova o'rnida to'yga taklifnoma, yitdan qarzdorlik va boshqa nomdagi zararli ilovalar ham bo'lishi mumkin. Ortga qaytamiz. Приложение qismidan yuqoridagi MP4, Video MP4 nomli faylni topamiz. Mana Video MP4 nomli zararli ilovani aniqladik. Telefonimizga o'rnatilgan ekan. Bu uchun udalить tugmasini bosamiz. Tasdiqlaymiz, o'chirishni tasdiqlaymiz. Demak, telefon qurilmamizdan zararli ilova muvaffaqiyatli o'chirildi.